Senga endi kelining xizmatkor bo'lsa, bularga esa qaynonasi xizmatkor bo'lsa, senlar bilan o'zi gaplashib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Voy. Namuncha shu arzonda kelinizni yonini olmasangiz? Bo'ldi qil. Nima, bolasi bilan ajrashib ketarmidi? Ajrashsa. O'ylab gapir. Ajrashsa ajrashaveradi. Tupurdim men o'sha kuyovizga. Kelin! O'qishga ketishdan oldin dasturxonni yig'ishtirmaysizmi? Yo, men yig'ishtiramanmi? Hamma narsani ko'rdingmi? Hamma narsani men aytishim kerak. Uni qil, buni qil, uni qil. Yana men xizmatkormishman. Yo'q, aytmasa indamay ketib boradilar ham hozir. Farosat degan narsa yo'q. Hozir. Ha, yig'ishtirib keyin ketadi-da, keyin kiyim oladi. Lik ketib kiyim olganingizni qarang. Eplasalaring o'qinglar, eplamasalaring o'tiringlar uy ishini qilib. Uzr, oyijon, shoshayotganimda. Ha, bo'ldi, shoshayotgan bo'lsangiz, buni olib boringda ketavering. Namuncha betga chopar bo'lmasangiz, adisam, bedisiz, adisiz. Nima men sizga? O'rtog'izmanmi? Ertalabdan nonushta paytidan asabimni buzasizlar meni. Bo'ldi, oyijon, siqilmang, o'zim qilaman. Qo'ying, boring, olib borib tashlab keling, qolganini o'zim yig'ishtiraman. Voy, kayfiyatim buzilib ketdi-da. Bo'ldi, siqilmang. Qon bosimimni mana shu kelin ko'taradi faqat. Asabimni buzib. Anaqa